Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2020-yil 2-iyun Qirg'iziston O'shda Qurshab ayili Aytbay Ahmatov ko'chasi 39-A uyda salinayotgan Mechit Muhammadiy. Mana kechagina ustalar poyezdda qo'yib ketishgan. Kecha qo'yib ketib, yani ertaga bir kuni Xudo xolasa shu vaqtga tushamiz inshaalloh, Xudo buyursa. Bugun Upudu Mechit'in jamoatning boshchisi desak tag'i bo'lar. Vaqt taqsir Abu Bakir nomli do'stim kelib bizga mana Peskablokni urishni boshladi, alhamdulillah. Zabor uzdi. Har birining Qurshabda nomer 1 Peskablok. Mana balasi Islombek men cho'g'i olib, Allohning roziligi uchun Allohning uyini qurishdig'ini o'z bayog'ida salmini qo'shib o'tadi, Alloh rozi bo'lsin. Yutuganlar har birimiz o'zimizning kim mumkin bo'lsa aqchasi bilan, bo'lsa qo'l mehnati bilan, bo'lsa duosi bilan dağı usul mechitimizdin, usul bo'layotgan ishlarni o'z salmimizni qo'shib solaylik. Qo'shaylik sebep degani bu Alloh taoladan bo'lgan bergan bizga mumkinchiligi bir tuğanlar. Allah razı olsun. Baxtamlar sizdim yaqayımı kişine tartib qo'ydim. Razı olunuz inşallah. Buna mehnatni ko'rsatib bir tuğanlar buna kim psikolog bo'ldiram desa, iymonda, e'tiqodda, ibodatda bekam bo'lgan Abu Bakir taqsir. O'zining oti Abu Bakir, ham vaqt degan klichkasi bor. İslamdaki taza Abu Bakir degan. Mana bolasi bilan Islombek. Mana mening bolam Abdulloh, qo'lini ko'tarib qo'y bolam mana. Mana. Allohning roziligi uchun Allohning uyini qurib o'tamiz, alhamdulillah. Hozir rasvord men qilib olib kelib beraman. Ko'rinib o'tamiz bu. Assalomu alaykum. Ya mümkün 100 yıldan keyin bu videoni ko'rsa ham shu baldar o'sha molda deydi, endi mehnat olgan ekanda deydi-da, Xudo xolasa. Islombek birga deysin baje. Subhanalloh. Xo'p, bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Baldar quyda kelib ketdi ishda men xafa bo'laman. Masa qayerda? Har birimiz o'zimiz salmimizni qo'shib qolsa, bir tuğanlar yaxshi bo'ladi. Mana yoshlardagi diniy mehnatini qilib, shu mechitning zaborlarini qurilishga harakat qilib o'tadi inshaalloh. Bo'pti bir tuğanlar, Alloh taolo rozi bo'lsin. Har biringizlardan kelib o'zingiz yo'li salmingizni qo'shib qo'yishga harakat qilingizlar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.